Sochlarni yuvib, ukladka qilib, cho'milib, uходlik qilib, yangi, udobniy, chiroyli pijama kiyib olish vaybini menimcha faqat qizlar tushunadi. O'zimga shunaqa troykali pijama zakaz qildim. Shunaqa mazza ekan materiali. 2 yildan beri bitta joydan pijama olaman, har doim faqat shu joyga atmetka qilaman. Bularning magazinlari ham bor. Vibr shunaqa ko'p chiroyli, arzon va sifatli pijama va penyuarlarni bularning do'konlaridan topsanglar bo'ladi. Aytgancha mana shu topuchkani ham atigi 100 mingga oldim. Narxini eshitib ikkita sotib oldim, 2 xil rangda. Menga o'xshab do'konga borib olishga vaqtinglar bo'lmasa, bemalol dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Aytgancha shunaqa pati ham bor, xohlasanglar taqsanglar bo'ladi, xohlamasanglar olib tashlasanglar bo'ladi. Ikkinchisi shunaqa serdechkali shirin pijama. Magazinlari har kuni ishlaydi. Profillarini sizlarga atmetka qilib qoldiraman. 12 ta viloyatga ham dastavkalari bor. Profillarini saqlanib qilib olinglar. Bu troykaning narxi 130 ming so'mdanligini ko'rib, 2 xil rangidan zakaz qildim. Qizlar 130 ming emas, bu 530 mingga ham arzir ekan. Shunaqa materiali zo'r. Men sizlarga prosta reklama uchun aytmayman, вообще yumshoq, menga yoqdi deb. Troyka deyotganimning sababi buni shunaqa shortikchasi ham bor. Materialni qaranglar, o'zi bilinib turibdi menimcha. Bunaqa narxda menimcha bunaqa pijama topa olmaysizlar. Shiqilloq bo'ladi, lekin buniki rostdan yumshoq materiali. Seri rangidan ham zakaz qildim. Bu ham troyka, buni ham shortikchasi bor. Elegant Levi's profillarini atmetka qilib qo'yaman qizlar. Profillariga kirib, o'zingizga yoqqan pijamalarni zakaz qilsanglar. Orqadagi bardakka e'tibor qilmanglar, hozir sochim qildim deb. Mazza bor-u, yuvinib chiqib, spreylarni sepib, shunaqa yangi pijamkalar kiyib olish, yumshoqqina. Вообще yoqdi mana shu pijamasini kачествоsi menga. Prям yumshoq-da. Profillarni atmetka qilaman qizlar, yo'qotib qo'ymanglar. Sochlarni yuvib, ukladka qilib, cho'milib, uходlik qilib, yangi, udobniy, chiroyli pijama kiyib olish vaybini menimcha faqat qizlar tushunadi. O'zimga shunaqa troykali pijama zakaz qildim. Shunaqa mazza ekan materiali. 2 yildan beri bitta joydan pijama olaman, har doim faqat shu joyga atmetka qilaman. Bularning magazinlari ham bor. Vibr shunaqa ko'p chiroyli, arzon va sifatli pijama va penyuarlarni bularning do'konlaridan topsanglar bo'ladi. Aytgancha mana shu topuchkani ham atigi 100 mingga oldim. Narxini eshitib ikkita sotib oldim, 2 xil rangda. Menga o'xshab do'konga borib olishga vaqtinglar bo'lmasa, bemalol dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Aytgancha shunaqa pati ham bor, xohlasanglar taqsanglar bo'ladi, xohlamasanglar olib tashlasanglar bo'ladi. Ikkinchisi shunaqa serdechkali shirin pijama. Magazinlari har kuni ishlaydi. Profillarini sizlarga atmetka qilib qoldiraman. 12 ta viloyatga ham dastavkalari bor. Profillarini saqlanib qilib olinglar.